Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda may oyi ham boshlandi. May oyining pensiyasini kutayotgan fuqarolarga tezkor xabar. May oyidan boshlab pensiyaning berilish sanalari, kunlari o'zgardimi? Batafsil video davomida xabardor bo'lasiz. Diqqat qiling. May oyida pensiya puli qachon to'lanadi? O'zbekistonda yangi oy kirdi. Pensiyam plastik kartamga qachon tushadi? Yoki naqd pul shaklda qachon olaman kabi fuqarolarda savollar tug'ilishi tabiiy. Pensiya jamg'armasining tuman va shahar bo'linmalari har to'lov oyining 2-kuniga qadar topshiriqnoma videomoslar shakllanadi va videomoslar oyning 4-kuniga qadar pensiyani fuqarolarga yetkazib berish topshirish yuklatilgan tashkilotlarga taqdim etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-maydagi 5102 sonli qarori bilan pensiya to'lovlari uchun to'lov etilgan mablag'lar pensiya jamg'armasining har oy 4 va 5 sanalariga qadar pensiyani oluvchilarning shaxsiy hisob raqamlariga, plastik kartalariga moliyalashtirib berishi belgilangan. Xalq banki tomonidan naqd shaklda pensiya oluvchilarning mablag'lari esa tasdiqlangan grafiklar asosida 4-maydan 27-may sanalarigacha mahallaga yetkazib beriladi. Shundan kelib chiqadiki, plastik kartada oluvchi fuqarolar 2, 3, 4 may kunlari ularning plastik kartalariga pensiyalari o'tkaziladi.